Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Xo'ja Ushrov bilan Shavkat uzoq fikrlashdi. Ular xilidan beri yaqin do'st. Shavkat G'o'ljada so'qish boshlanmasdan Abbasov partizanlari qo'shilib, Talki Eg'izi, Suydonlarga partizanlik qilishga chiqib ketgan. Gimnaziyani yengili tugatgan boshlang'ich maktabning tantarbiya muallimi edi. U G'o'ljaga hujum qilib kirib, G'o'lja ozod bo'lganda uyiga yolg'iz onasi bilan 12 yoshlik enisini ko'rgili kirdi. U dahshatli manzarani ko'rdi. Onasining qornini yerib, uchaylarini sim karvatning rishatkasiga ortib qo'ygan. Onasining inaklari tushgan, siriq sochlari cho'lgan, ko'p-ko'p ko'zlari xuddi hayotdek o'chiq betib qetib qolgan. Enasining mingisiga ishki mixqi qilgan. Og'zi burnidan chiqqan qon maydisiga o'yib qolgan. Uning chatirisini yerib, chanab, onasining biqiniga yotqizib qo'ygan. Shavkat yig'ladi. Xohshidi. U keyin bildi. Go'mindang soqchilari Shavkatni tutish uchun eshikni qoqqan. Bechara ona eshikni vaqtida ochmagan. Natijada osh qo'rqinchli, unutilg'isiz manzara paydo bo'lgan. Hujum sendan, mudofaa mendan, dedi Shavkat oxirida Xo'ja Ushrovni quchoqlab. Cho'qim olamiz. Cho'qim. 8-sentabr tong qorong'usida hujumga salyot berildi. Har bir izvod adliniya bo'yicha kolon bo'lib, butxona qarab dushmanga shabi bermay, birda o'milab, birda inishib, yugurib, sosliqning g'arbiga yetib bordi. Butxonaga yaqinla qolganda dushman sezib qoldi-da, taraf-tarafdan o'q etib, jangchilarni midirlatqizmadi. Aradan 50-80 metr qolganda askarlar suvdan o'tibla yerga choplashib yetib qelishdi. Ularning putlari suvga chiloqliq yotadi. Na ilgirlashga, na chekinishga yo'l qolmadi. 2 qavat binodek egiz yor beshida dushman potaylaridan ularga qarab o'q yog'moqda. Har bir jangchi o'z joni bilan yilidan yiliga to'nish, qarindosh bo'lishgan yosh yigitlar ingrab jon bermoqda. Pish-pish qilgan o'qlar ularning atrofini agimoqda. Chiqim ko'paydi. Chekinsimi o'lib tugaydigan gap. Xo'ja Ushrov askarlariga chidamadi. U 6-7 granatni elib oldiga yugurdi. Shavkat jangchilar bilan o'ri turib olib, dushman to'shqinlariga avtomatdan o'q otdi. Qo'yiq o'q dushmanni mangdatdi. Xo'ja Ushrov oldidagi okopga kayni-kaynidan granat otdi. Akop gümbirlab, portlab, odamlar to'pchang bilan osmonga ko'tarildi. Shavkatning avtomatchilari o'ri bo'lib olib, dushmanni rosa qirayotganda yer osti yoshrin mudofiadagi pelomotchilar Shavkatlarni o'qib tutdi. Avtomatchilar kayni-kaynidan yiqildi. Shavkat "Onangni" deb qattiq varqiradi, avtomatni quchoqlagan peti yiroqqa uchib ketdi. Shav Xo'ja Ushrov uning ismini to'liq chaqirishga ulgurolmadi. Dushman o'qlari uning qovul badanini o'tma-tush qilib atgan edi. Bu o'q butxonning janubidagi potaydan chiqqanini yerga choplashib yotgan jangchilar ro'shan ko'rdi. Turg'an chidiy olmadi. U "G'ojika" deb varqirganicha oldiga yugurdi. Dushmanning butxoni shimolidagi potaydan bir granat uningga qarab uchib keldi. U kelayotgan granatni tutib olib, shundoq tezlik bilan potayning yenig'ini berib, to'shikdan qaytirib otdi. Potay gumburlab portladi. Ushrovning yiqilganini ko'rgan Tursun eg'ir besiqligini cho'rivatdi. U Xamanning yenidagi ularni ilgirlatmayotgan potayga qarab, 4 granatni tutib, jangchilarga oxirgi qitim etinglar deb buyurdi. Jangchilar potayga to'xtamay o'q otdi. U 4 granatni elib potay to'shikiga bordi-da, to'shikdan kayni-kaynidan granat tashladi. Potay gumburlab portladi. Tursunmo potay bilan billala portlab ketdi. U muavin izvod komandiri degan nom bilan hayotiy badaliga jangchilarga chekinish yo'li ochib berdi. 84 jangchidan oralma 26 jangchisi salomat chekinib chiqoladi.
bilan Baran shularning ichida ular quchoqlashib yig'lashdi. Qo'mondan Polinovmi ularni quchoqlab, buquldab yig'ladi. Qo'mondonlik shtab planni o'zgartdi. Minomyotlarni ishga solib, Butxonni bombardimon qildi. Yangidan tashkillangan zarbadorlar atrat minomyotlarning himoyasida Butxonning g'arbiga o'tdi. Bara bilan Mahmud bu atratga qatnashdi. Ular kech qorong'uligidan foydalanib, tugman bilan Butxonni oraliqidagi ko'nchilarning kun islaydigan o'choqlariga kirib oldi. Yangidan qurashtirilgan birinchi izvod bilan pilemotchilar izvodi mudofaa o'rniga ega bo'ldi. Minomyotlar to'xtamay Butxonni to'pqa tutaverdi. Dushmanning butun diqqati oldi tarafga markazlashdi. Zarbador atrat qorong'uda o'milab, aylanib, Butxonning ho'ydisida tuyuqsiz paydo bo'ldi-da, u yerdagi xotirjam askarlarni qirib tashlab, Butxonaga kirdi. Va o'z askarlarini ilgirlatgani qo'ymayotgan ikki eg'ir pilemotni tarmar qildi. Butxona qo'ldan ketish bilan dushmanning sharq-shimoldagi cho'ng potiyimi qo'ldan ketdi. Suydun atquchi 1-polikning 2-batalyoni bilan Tarbag'atay 6-otliq polikining 1-eskadroni Sheyefning 2-liniyasiga bosib kiradi. Vurra sadosi Sheyxu osmonlarda gurildab, yer jahonni titratdi. 6-sentabr saharda dushmanning 2-liniyasi talto'kuz tarmar bo'ldi. Jangchilar qurbon bo'lganlarni yig'moqda. Asirlar g'animat elingan qurollarni to'plamoqda edi. Mahmud bilan Bara G'o'ji Ho'shrov Tursun to'xtalani egizlik qator yotqizib, yuzlarini spankalarni yepib qo'ydi. Naq shu chaqda Urumchi tarafdan 2 bombardimonchi aeroplan uchib keldi. Qanotlaridan Gomindan belgisidan aeroplanlar paydo bo'lish bilan askarlar tarqalishdi. Lekin Mahmud bilan Bara G'o'ji Ho'shrovning qonga bo'yalgan jasadlarini ko'kraklari bilan to'sib dim yetib oldi. Aeroplanlar ularni bombardimon qilmasdan dushmanning 1-liniyasi Sheyxo bozorini bombardimon qilib qaytib ketdi. O'z dadisi bilan billa qurbon bo'lishga bel bog'lagan yosh jangchilar talaylikkan. Bu aeroplanlar G'o'ja aerodromida Gomindandan g'animat elingan aeroplanlar edi. Ushquchi hurmat bilan Hamid texnikada yetishalmagachga Sovet ushquchilari milliy armiyaning formasini kiyib haydagan edi. Suydun atquchilar polki sapga tizildi. Qurbon bo'lgan 400 dan ko'p sabdish uchun ular osmonga salyut etib ta'ziya bildirdi. Aman qolg'uvchilarning qalbidagi qisos o'ti texim avj oldi. Tex tunugini chaqchaqlashib, hatto g'ingshib naqsh aytib yurishgan sabdoshlarining bir kundala murdiga aylanib qolishini ko'rish har qancha qo'rqinchli bo'lsa-mu, ular bu reallikni qabul qildi. Urushmu bir xil turmush. O'lim, qon to'kish bu turmushning bir mazmuni. U xuddi tinch hayotda dehqon etizi g'ingshib naqsh aytib berib, kashti herib, etiga saman yoki cho'p ortib kelgandekla yoki kasblar do'konlarini yig'ib, balalarga bozorliq elib qaytgandekla bir ish. Jangchi hayot yuradigan murda. U har qachon o'z aksiga qaytadi. Jangchi o'lguchi, hayot bilan mangulik xo'shlashguchi. Har bir qurol tutquchi bu qonuniyatni biladi. Shunga o'limni maqsad hisoblamaydi. Lekin o'lim o'zining oqibati ekanligini biladi. Bilib turib xatarga o'zini otadi. Shunga Mahmud dadisi qattiq g'azo ichib yig'lamadi. Lekin Bara go'yo hayot yashashning ma'nosi qolmagandek, ajal yaxshilarning beshida agiydigan yirtqush qush ekanligini amdili tushungandek parishon, tushkun edi. Ati dadamning qisosini olaman, dedi Mahmud ig'ir tartib. To'xtikamdek birga 100, dedi Baram tartib. 7-sentabr saharda dushmanning 3-liniyasiga hujum boshlandi. 2-liniyaning vayron bo'lishi Sheyefing uchun to'limi qattiq zarba bo'ldi. U bu liniyadagi mas'ul bo'lgan Dut Panjang uhuduqib, chashlari cho'lgan, kiyimlari qonga melangan holda oldiga kirganda, uning gapini anglashga taqat qila olmay uni o'limga buyuradi. U radio telegrammasiga
Goji tez yordamga kelsin. Shixo qo'ldan kessa, Jing Qo'rshovda qoladi degan so'zni yezib berdida, kayni-kaynidan kirib kelayotgan komandirlarining bo'lmadi degan so'zni takror aytishdan asabiylashib, tank tayyorlansin deb buyruq berdi. Yeshi 50 dan oshgan necha qitim kommunistik partiya qismlarini qo'rshab yo'qotish qatnashgan, xizmat ko'rsatganligi uchun tez o'sib general bo'lib, Shinjongga o'zi talab qilib kirgan egiz Jiang Jishini Dorab burut qo'ygan bu general nurg'un qatim Jo Xiaoliang Wu Junshinlarga bu joyni yengilmas istiqom, xavfdan xoli joy, Jang frontining mustahkam orqa bazasi deb ta'riflagan. Necha oy tayyorlik qilib, o'zini va boshliqlarini xotirjam qilgan bu joy bugun xavf ostida. Ikki liniyaning bo'libmi ikkinchi liniyaning qo'ldan ketishi uning komandiri cheriklarini umidsizlantirgan. Ular qechishning, jon saqlashning ko'yida. Mana Shixo Jang urush maydonining bosh qo'mondoni bo'lgan Shi Yifeng o'zimi ixtiyorsiz tank tayyorlansin deb buyruq berdi. U frontga atlangandek qattiq varqirab buyruq berdi. Lekin bu tank bilan qechish xoli yerga berib mashina bilan Urumchi qechish uchun berilgan buyruq edi. Uning uchun lozimi jon. Jiangjun, ish chataq dedi shtab boshlig'i yugurib kirib. Jiangji shig'ida dedi Shi Yifeng asabiylashib. Mushundaq yaramsiz askar tarbiyalagan ekan. Suydong birinchi atquchilar polkin so'qishib, bosh ko'zi qonga melangan, yerib holidan ketgan mo'ch xo'rozga o'xshab qolgan edi. Uning har biri komandiri jangchisi olg'adan boshqa gapni bilmaydi. Ular shunchalik asabiylashgan, shunchalik irodaga kelgan. O'lim ular uchun eriqdan sakrab o'tib, putlashib ketgandekli bir ish edi. Ular Shixo shahriga besib kirdi. Ular kirgandala ko'chada to'p-to'p dushman askarlari qurollarini tashlab to'pchanga melangan, odam siyoqqa qolmagan chiroylarini purishtirib, yig'lab taslim bo'lishmoqda. Ba'zi ko'chalarda etishish, quchoqlashma janglarmi bo'ldi. Milliy armiya jangchilari bu zamin uchun oxirgi tiniqi qolg'uchi kurash qilgan dushman askarlarini o'ldirdi. Ammo qarshilik qilg'uchilar oz, taslim bo'lg'uchilar ko'p bo'ldi. Tushdan keyin o'q ovozlari to'xtadi. Shahar osmonida quyosh ko'ldi. Uning illiq nuri g'arg'an jangchilarni tabriklagandek yuzlarini siypadi. Shi Yifeng qechish bilan askarlari pitrashga boshlagan ekan. Kashqurun tinchlangan Shixo shahrining masjidlaridan azon ovozlari anglandi. Ko'chalar tozlangan. Shahar xalqi qonlarni tozlab ko'chalarda yotgan dushman o'liklarini yig'ishdi. Baraning beshi qattiq og'ridi. Mahmud ko'nglikini yirtib, uning qonlari qaytishgan beshini qaytadan tengib qo'ydi. Bu urushda dushmanning 860 nafar askari o'ldirilgan. 1000 dan ortiqi asirga tushgan. 1500 dan ortiq miltiq, 15 tane zambarak, 12 tane minomyot, 2 tanka, 3 brovnik mashina va sonsizlagan granat, uzuq-tuluk, o'q-dorilar g'animat ilingan edi. Yuziga spankalari yepilgan 813 nafar qurbonning yerimidan ko'pi Suydong birinchi atquchilar polkadan. Jahon tinchigandan keyin odamlar o'z tabiatlariga qaytishdi. Ular hissiyot va fikr egisi ekan. Har bir jangchining yuragi aytishmoqda. Ko'zlari yosh. Oldida o'ngda yotgan yigitlarning eng chungi 38 yosh, kichiki 17 yosh. Ularning ko'kraklariga qo'yilgan yirik qo'llari katman, o'rg'oq, bozg'an, bo'ja yoki qalam bilan hayotdan lazzat izlagan qo'llar edi. Ularning nurg'unlari to'g'ri bo'g'izlashdan qo'rqishatdi. Hozir bu qo'llar nurg'un odamlarning jinni olgan, qon bilan bo'yalgan qo'llarga aylangan. Ularni qotillik qilishga kim va qanday bir kuch majburladi? Mana ular o'zlari hozir jasadga aylandi. Ular jasadga aylanish uchun kurash qilganmidi? Ular nemish qo'rishdi? Nemish qurbon bo'ldi? Ular nimaga erishdi? Bu savollarga hech kim javob bera olmaydi.
oq salla, oq xalat kiygan, kichikkina oq soqoli titrab turadigan hammaga tonish bovay qurbonlarning namozi tushirilib bo'lgandan keyin o'zbek tilida yig'lab turib so'z qildi. Ballarım, men sizlardan Qur'on tutquzib qasam olgan. Sizlar qasaminglarga amal qildinglar. Muradimiz asıl bo'lsa, jannatda didorlashamiz. Navada tökkan qalla aziz jalla bekorga kasdichu. Qasamlaringlar mening qonimga sirtmoq bo'lmamdi balalarim. Amgakchi xalqning aziz o'g'lonlari. Men Elixon To'ra sizlar uchun yaratquchi egan oldida javobgarman. Töram buqildab yig'lavedi. Bütün askarlar, bütün Shixo xalqi, bütün Shixo ho'ngrab yig'ladi. Mahmud bilan Bara hammadan qattiq yig'ladi. Ular o'z dadisi Xo'ja Hushrufning jasad tayyorlangan yerlikka o'z qo'llari bilan ko'tirib opirib, o'z qo'llari bilan to'p tashlab ko'mdi. Hayot shundaq. İnsanlar ko'miladi. Ulug' g'oyisini mahkam quchoqlab to'pi ostida yotadi. U g'oyisini akitadi. G'am qayg'usini ap ketadi. Uning jismi to'piga aylanadi. Lekin g'oyisi, qisosi va g'am qayg'usini tuproq sig'dirmaydi. U yer ostidan chiqib olib, yo'qolgan jismning mirosxo'rlarining boshlariga kelib qo'nib oladi. Qahramonlarga orden berish yig'inida Potay portlatishda xizmat ko'rsatgan pilimotchi Dadayov Ömer, tanki etib vaziyat tuzigan Xo'ja Hushruf, Saud, alohida qahramon Shavkat Tursunlarga birinchi darajalik istiqoliyat ordeni va boturlik medali taqdim qilganda Mahmud bilan Baraning qalbida birdanla faxrlanish tuyg'usi o't bo'lib yongandek bo'ldi. Ular aşk qahramonlardek bo'lishni chin qalbidan orzu qiladi. Sana boturlik medali bersi bo'ladi, dedi Mahmud Baraning beshidagi kir qonga milangan latini ko'rsatib. Sen bir qatam boturlik qilding-ku. Umi boturlikmi? dedi Bara ishib ketgan qopoqlarini o'ylab. Men qochmadim, panohlandim. Hushruf qurbon bo'lib askarlarga chekinishga yo'l ochib bergan kun ularning yodida. U tunugunki ish. Ular tugmandan kelayotgan suvning ichi bilan o'milab, yekan o'sgan yerga ketib-vasta tepsidan o'q etildi. Askarlar suvga yetib oldi. Bara beshidan chiqayotgan o'q tushkiga apchillik bilan granat tashladi-da, o'zini yekanlikka otdi. Gumban qilib heliqi bilimdoj portoldi. 14 askari saq qoldi. Baraning beshini shu chaqda pilimot o'qi xelili surib o'tib ketgan edi. O'q odam mushtim emas ekan. O'q tekkanda bir yerdan ko'tarilib atgandek bilindida u berib qirg'oqqa urildi. U ochiqida to'shga bomba tashlagan edi. Bu ishni hech kim doklab qilmagan gap, dedi Panjimilik Mas'ud ismli pilimotchi hayajon bilan varqirab. To'g'ri, Baraziyodunovmi bir botur. Baraning beshi lo'qildab qattiq og'rishga boshladi. Tarbag'day 6-otliq polki Mongol divizionidan Ismoil Simoniski, Oja degan Rus, Uyg'ur, Mongollarmi yana Tarbag'day 6-otliq polkining Minamyot rotasidan to'p atar jangchi Ji Fengfu ismli Xanzo yigitni qurbon bo'lgan. Xitoyni Xitoy otligina, dedi Bara hayron bo'lib. Hammasilar Xitoy dushmanmidi? dedi Mahmud darhol. Bizga o'q etayotgan Uyg'urlarmi bog'u? Dadam gazetdagi bir xabarni o'qib, Toshqo'rg'onlik partizanlarimizni Uyg'urlar tutib beribdi degan. Ko'midan tarafdami Uyg'urlar bor ekan. Undaq bo'lgandan keyin biz tarafdami Xitoylar bo'ladi-da. Qarong'i tushganda Baraning beshi qattiq og'ridi. U hozirli yiqilib ketadigandak daldugunib mangolmaydi. Birdamdan keyin chiroyli kiyingan ofitser bilan to'limi chiroyli bir santarga kirib keldi. Mana bu Baraziyodunov, dedi Mahmud. U eg'ir yarador.
Ziyaudinov? Dedi qiz qiziqqan holda Baraga sapsilib. Nuri Ziyaudinov akangizmi? Ha, aksi, inisi Dara Ziyaudinov qurbon bo'lgan. Ufkam, dedi qiz darhol sumkasidan ispirtlangan paxta chiqarib, yigitning peshonalaridagi qon dog'larini surtib. Hozirla bolnis qapirimiz, yordar bo'psiz. Yo'q, kichikkina bir yarg'u o'q tiramni shilib yutib ketdi. Yo'q, siz yarada, dedi qiz kulib turib. Uning ovozi jarangliq, to'limi yaqinliq edi. Sizmi akangizdek tarsamijazkansiz? Uning aksi Nuri. Mijazni bildikansiz, Zaytuna, dedi chiroyli kiyingan ofiseri chaqchaq qilib. Hammali qizlar uning hammali tarafida qiziqadigan, ha? Bu nimdiginiz Shtapashliq Sulaymanov? Mo'ng'ul ko'radimi o Parixa ismlik bir no'g'ay qiz Nurining ismini og'zidan tushirmaydi. Qiz qaqoqlab kulib ketdi. U bo'yinlarg'ich qizirib ketdi. Nemish qayran qolsiz? Bir necha qizning ismini eg'izdan tushirmaydigan yigitlarmi ko'p-ku? Ziyaudinov darhol bolnisga mangdirolsin. Qiz taqildab chaqqan menib chiqib ketdi. Yo'q, bormayman, dedi Bara jo'ylagandek varqirab. Bolnis deganlarga bormayman. Olg'a. Shixo urushi eng qattiq urush, qurbon berishmi, g'alb uchun yaratgan to'pisimi eng cho'ng urush bo'ldi. Bu urush bizni umidlantirdi, dushmanni umidsizlantirdi. Bu butun vatanni ozod qilishning signali bo'ldi. Ahmadjon hayajon bilan Elixon To'ramga o'z ta'sirotini so'zladi. Qo'shqan gomendangni bizning otliq qismlar qo'g'lamoqda. Mo'ng'ul divizion bilan Tarbag'day otliq polikdan bir eskadronni ajratib, Gomendang qo'shinlarining jangdan qochib o'tar yo'li bo'lgan Shixoning 20 kilometr g'arbidagi Portaji qatorliq bir qancha joylarga bo'ktirib qo'yildi. Bu ishga Nilq partizanlaridan Baychurunmi qatnashdi. Jang nahiyasi qo'rshav ichida qoldi. General Isoqbek hozir jangga hujum qilyapti. G'albi yaqin. Atet, dedi Elixon To'ram tantanla qilib. Shixo jang qurollari xotirjam, xushal xuram et o'ynasin. Butun Jo'ng'ar o'ymonliqida yolg'iz jang nahiyasidan shiddatli o'q etilmoqda. G'uljan, Suydun, Bo'rtana, Cho'chak, Oltay viloyatlarining hamma nahiylarida odamlar hech shodliqi bilan. Go'yo bu zaminda hech ish bo'lmagandek. Go'yo jahon yoritilishida qanday bo'lgan bo'lsa, hozirmi shu peti turayotgandek. Hayot qonuniyati tez o'zgarishi kerak. Hayot 3 vaqt tamoq, uyqu, yig'in, kulka va g'am qayg'u, bitmas tugamas plan, orzu havaslarning yig'indisi bo'lg'achqa, bu eg'ir yukni yutib olgan hayot karvoni asta qadam bilan ilgarish kerak. Saqal burti o'sgan, kiyimlari ratlik, so'ngki qamlashgan bir yigit general Isoqbekning oldiga kirib, tik turib chas berdi. Nuri Ziyaudinov, sizga salom berdi, hurmatli general. Ruxsat, dedi general yog'och o'rindiqdan turib. Gavdalik, burtliq, kang yuzlik odam Nurining mursiga qo'lni qo'ydi va kulib qo'yib, seni orqasab yotkimakchi, sen buningga nima deysan? dedi sinoq nazarda tikilib. General, fikrimni bilmoqchimisiz? Qani, aytaver o'ylaganingni. Men chekinmayman, yonmayman deb qasam qilgan. Qasamimga amal qilaman. Buyruq qilsam-chu? Aytib bundaq buyruqni qabul qilmayman. Mundaq degin, andaq bo'lsa, bu fikringni Elixon To'ramga yetkazaman. U kishi seni yordamchi hukumat kotib qilmoqchi ekan. General, yaxshi niyatlik otaning talabini xalqning talabidan ustun o'rin qo'ya olmayman. Men bu taklifnimi, hatto buyruqni qabul qila olmayman. Hammani biladi ekansan, yo'shirin so'zlaring yo'qdir, ha? Yurkim-man xabarchilik qiladi, general. Men sening buyruqqa bo'ysunmaganingni To'ramga aytaman. Rais jumhur jazolasa, menda ko'magin, ha? Bu xil jazo sizning mang bergan mukofotingiz bo'ldi, general. Hammaga hatto chaqchaqmi chaqqan bu yigit Isoqbekka yoqatdi.
u partizan bo'lib uzun yil qiqindi so'qindi turmush bilan pishqan qo'rqmas qaysar harbiy mahoratdimi atrofliq bilim hatto kishilar bilan munosabat qilishdimi yetilgan bu yigit bilan bir necha qitim paranglashgan. Ta'siratiga bu yigit to'g'risida anglagan do'xlat gap so'zlar qo'shilib generalning qalbida yetilayotgan bir yaramliq rahbarning obrazi shakllandi. U Nurining to'lg'an chiroyli yuziga tikilib qaradi. Shiba skadroni eg'ir xatarda qolganda sen kelib ularni qutqizding, dedi u oxirida. Shu kunki xatarni yurking xabarchilik qilib yetkazganmidi? Shundoq general. Ularning bu yerda turayotganiga 5 oydan oshdi. Mana hozir sentabr oyimi keldi. Yozning issiqlarini qum barxanlari orasida birdan qalliq janglar bilan, birda targa pishib harbiy mashq qilish bilan o'tkazgan qaysarlarning kunlari ularning orzu umidga boy yuraklariga o'chmas, unutilmas xotirlarni yezib qoldirdi. Bu xotirlar qumlarga tushgan izlardek tezli yo'qolib ketmasin. Bu xotirlar hech nima deyolmay mangulik ko'z yumgan jangchining armonlaridek o'lmasin. Yolg'un daldisdan qabrisi qolgan buyuk iroda egisining jasadidek deraksiz yo'qolmasin. Yuraklar to'xtaydi. To'xtamaydigan yurak yo'q. Lekin ba'zi yuraklar to'xtab qolsa-mu so'zlab turadi. Ularning nurg'unlarini bo'lsa cho'l shamollarini anglaydi. Cho'lda mangan mugdak karvakash yoki eshakchi, to'gichi karvonlar qum barxanlari yenidan o'tib, to'g'roq yo'lg'un shoxlarga bog'langan oq latalarni ko'rib qolganda, to'limi yiroqdan anglangan ajoyib janglar to'g'risida hikoya anglaydi. Bu hikoyalarni qahramonlar, qashqullar, xoinlar yaratgan. Milliy armiyaning Jing nahiya bozoriga hujum qilg'uchi armiyasining G'ulja 2-polik artilleriya divizioni, G'ulja 4-polkining 1-batalyoni mushu qo'mondonlik shtab joylashgan Daxiyanzida va uning atrofida. Tekas 1-otliq polk Achal davanning sharqidagi etikida. G'ulja 4-polk bevosita qismlari bilan 2-3-batalyonlari ehtiyot kuch bo'lib o'tay istaylarda turadi. Xo'yzo divizioni, Shiba skadroni, G'ulja 2-polikning 1 skadroni Gomindan qo'shinlarining 1-saf liniyasi bo'lgan Bajaxu Yongji xulaga nayzdek qadilib turadi. Buyruq kutib turgan 4000 dak odamga ega bo'lgan bu qismga moslashib, Mingmaral g'ollarida Mahbir to'ra atridi. Chag'anbek atridi Achalga o'xshash joylarda harakat qilmoqda. Tixor va Sarg'andar davolarining shimol etaklarida Boychurin, Barat, Emin Parang partizanlari harakat qilmoqda edi. Mushu 1945-yil 7-oyning 3-kuni Boychurinning 65 kishilik atridi Chag'aday davondagi Gomindangning 2 izvotiga tuyuqsiz hujum qilib, 14 askarni yo'qotib, davonni egalladi. Ular xalqning himoyasiga erishib, kundan-kunga ko'payib, Chigishori ko'rigiga o't qo'ydi. Telefon simlarini uzib, stol bilan o'rvatdi. Transport kolonlariga uzluksiz hujum qilib, Gomindangning Jing bilan Shixu oralig'idagi aloqasini palash qilib qo'ydi. G'ulji shahridan 273 kilometr keladigan Jing nahiyasi hozir mana qamal ichida. Shixuni olmag'icha bu yerga hujum qilmaslik umumiy strategiya. Gomindang Jing mudofiasiga 45-diviziyaning qo'mondonlik shtabini, bu diviziyaning bevosita qarashli qismlaridan boshqa 1-3-polklari, 191-diviziyaning 571-polki, 7-diviziyaning 21-polki ham tog' zambirak qismlari bo'lib 6000 dan ko'p xil qurollar bilan qurollangan askarlarni o'rinlashtirgan. Jo'shavlan generalning G'ulji yo'li qo'ygan birinchi to'siqi mana shu Jing nahiyasi. Milliy armiya 5 oydan beri nurg'un hujum qildi. Nurg'un chekindi. Mush janglardan generalning qalbida xotir bo'lib qolgani mush yil 6-oyning 26-kuni bo'lgan voqea.
Hujum qaytarma hujum bilan ikki taraf tirkishib turganda, Xuyzo divizionining Skadron komandiri Gama Gomindangning mag'lubiyatiga zodili chiday olmasdan askarlaridan Lay Mixua, Paysar Yujanyularni milliy armiyaning hujumchi qismlari to'g'risidagi materiallar bilan kechalab qochirib etdi. Harambaq so'qishida taslim bo'lib, Qur'on tutib qasam berib, inqilobchilar tarafiga o'tgan bu Xuyzo yigit banditlarning Skadron komandiri bo'lishdan xoinlikni afzal berdi. 6-oyning 28-kuni tuyuqsizlar Gomindang aeroplani birinchi saf liniyasidagi Xuyzo divizioni, G'ulja 2-polkining bir rotasi va Shiba skadronini qattiq bombardimon qildi. Yongji xodagi Gomindang qismlari moslashib, zambirak minomyotlar bilan hujum qildi. Jang bozoridan bir polik askar hujum qilib baqdi. Tuyuqsiz shiddatli hujum Xuyzo divizionining bir skadroni bilan G'ulja 2-polkning bir skadronini chekinishga majbur qildi. Shiba skadroni 2-liniyaga chekinmay, dushmanning kayni-kaynidan qilgan 3 qatimliq hujumini chekindirdi. Lekin Shiba skadronining yaradorlar yotiq muhosirasiga tushib qoldi. Yaradorlar jon tikib jang qildi. Granatlar to'xtamay portlab qumushliqqa o't ketdi. Istida kishida qattiq jang bo'ldi. Shiba skadronining o'qlari tugaydi. Ular atakaga o'tib quchoqlashma jang boshlandi. Naq shu xatarlik chaqda Nurining 1-batalyoni jang maydoniga yetib keldi. U kuni Nuri hamma mahoratini ko'rsatdi. Quchoqlashma jangda u qancha dushmanga nayza urg'ini sanamadi. Chekingan qismlarmi qaytirma hujumga o'tdi. Gochining askarlari mag'lub bo'lib, patparaq bo'lib qochdi. Bu urushda Shiba skadronidan Sagda, Abaji qatorliq 7 nafar jangchi asirga tushdi. 40 nafar jangchi qurbon bo'ldi. 40 necha odam yarador bo'ldi. 65 tuyoq ot o'ldi. Uning badaliga general Gochining 500 dan ko'p askari yo'qotildi. Chonan Adliniya komandiri Shang Jingchingla shu urushning qahramonlari. Skadron komandiri Marbayanto, muavini Hu Jiangxingsan, izvod komandiri Shashiya, jangchi Xoliq, Goroy, Kaybao, Ligin, Xiyingla o'z to'pilari bilan mukofotlandi. Shu chaqda sen kelmagan bo'lsang, ziyon to'limi cho'ng bo'ladi, dedi Ihsoqbek Nurining mursiga urib. Men sen o'xshash to'pisini ko'z-ko'z qilmaydigan odamlarni yaxshi ko'raman. Yodingda bormi? 7-oyning 19-kuni bizning Tekas 1-otliq polkning razvedka komandiri Kashkarovning bexudligi bilan bir butun izvod qo'rshovda qolgan. Nasirov Pilomot bilan qancha himoya qilgan bo'lsa-mu, Qaysar yigitlardan 15 qurbon bo'ldi. 6si asirga tushdi. Nasirov daryoga o'zini tashlab orolni qutula oldi. Xoinlik, bexudlik, mas'uliyatsizlik bizga nurg'un ziyon soldi. Balam, men senga rahmat aytaman. Ofitserlarimizga yaxshi ulgu bo'lding. Sazgurlik, qaysarlik, chaqqonlik, mohirlik birlashgan ofitserlarimiz ko'p emas. Xayr balam, fikringni raisga aytaman. Dushmanga umumyuzlik hujum boshlash oldida turmoqdimiz. Bu bir hal qilg'uch jang. G'alaba tilayman. Ams xayr xo'sh. Nuri chiqib ketgandan keyin Ihsoqbek oldiga urush xaritasini yeyib, ata 5-sentabr bo'ladigan hujumning maydon o'rinlashtirish ahvolini yana bir qatam qarab chiqdi. Birinchi hujum Yongji xo'g'i bo'ladi. G'ulja 2-polik bilan G'ulja 4-polik 1-batalyon Yongji xo'ning g'arbidan Tekas 1-otliq polki Bajaxoni iskanjiga elib, Yongji xo'ning g'arbi janubidan Xuyzo divizioni g'arbi shimoldan Shiba skadroni shimol tarafdan hujum qilish kerak. Hujum qilish uning uchun to'limi ko'ngillik. 16 yoshidan qo'li qurol elib askar bo'lgandan tartib 43 yoshli general bo'lgacha u qancha qatam hujum qildi, qanchalik dushmanni yo'qotdi. Bu sonlar uning yodida qolgani yo'q. Uning yodida qolgani har qatam hujumdan keyingi g'alaba xushalliqi. U bu xushalliqlar uchun to'limicha qurbon badal to'ladi. Ulug'chaq nahiyasining Jig'in yezisi Simxonidan boshlangan hayot safari uni 16 yoshida Cho'ngbeg'ish qabilasiga
chegara atratiga boshliq qilib zolim hukumat Yang Zingshin uchun chegara saqlatqizdi. U nurg'un banditlarni tutib berdi. Keyin Sovet ittifoqi uningga hayotning boshqa yo'llarini ko'rsatdi. U hayotning to'g'ri, yangi yo'llarini tushundi. Uning qalb to'ridan zulm tartqanlarga bo'lgan hissdoshlik, g'amxo'rlik o'rin oldi. U hayotning ulug'ligini, mana shularning holiga yetishganligini tushundi. Bu tushanchisini hammishqa o'lcham qildi. Lekin minglagan halol niyat odamlarning aldanganidek umma aldandi. Zalim Shingsayga Lujang bo'lib, sodiqlik bilan jang qilib, uning xatarlik dushmanlarini yo'qotib berdi. Buning hisobiga u Shangdobandan mukofot, martaba talab qilmagan edi. U jafokash xalqim mendan rozi bo'ldi deb o'yladi. Natija ta'tirchi bo'ldi. U bir qonxo'rning qotiliga yordam bergan odam bo'lib qoldi. Oxir u qotil uning oilasini o'zini yo'qotish ko'yiga tushgandala, xalqqa qaytadan yaxshilik qilish niyatiga kirib, Sovet ittifoqiga qochib ketdi. U dushmani Shingsay ekanligini bilgandan keyin o'ziga o'xshash nafrati zo'rlar bilan billa mushu dushmanni yo'qotib, jafokash xalqiga baxt yaratishga qasam ichdi. Shingsay Toshqurg'on Pamir egizligidami tojik qirg'izlarga kun bermadi. Bulab taladi. 19 mingdan sal ortiq xalqi bor chorvachilarning 1940-yildagi 180 ming tuyoq qo'yi 1942-yilga kelganda 30 mingga tushib qoldi. Xalq jindan to'ydi. Hayot izdegan azamatlar Ihsoqbekka tezla agashdi. U 1943-yilning 5-ida Sovet yeriga qaytib borgan 700 dak sargardonni uyushtirib, harbiy ta'lim-tarbiya elib boradi. Shu yili 5-oylarda Oqchi, Qo'lantog' atroflariga kirib, qo'zg'olon ko'tarish tayyorligini qildi. Lekin Qanot ismli xoin chiqib qo'yib, bir qitim zarbaga uchradi. U 1943-yilning 9-oyida Toshqurg'onga yana kirdi. Karvanshoh, G'ofur Qosim, Sherinbek, Muhammad Ayso qatorliq azamatlar bilan Toshqurg'on ozodlik tashkilotini qurdi. 1944-yili 5-oyda 120 kishilik tojik partizanlarini tashkilladi. Ular Gomindang mashinalariga hujum qilib, 10 tag'or oshliq, 6 dona miltiq g'animat oldi. 1944-yili 12-oyda u bu yerdagi ishlarni amrohlariga qoldirib, 80 dak partizanni boshlab, o'zi Sovet ittifoqiga qochib ketgan joy G'o'lji shahrida qo'zg'algan inqilob qatnashish uchun bu yerga keldi. Shundan beri u nurg'un janglarni ko'rdi. Nurg'un dushmanni yo'qotdi. U xalqning xushalligini ko'rib, cheksiz xushal bo'ldi. Uni eng xushal qilgan ish o'zining inqilobga beg'ishlagan, istiqbol manzirasini ko'z oldiga keltira oladigan nuridek yoshlarning ko'payayotganligi edi. Mana hozir Xinjiangning hamma yerida bu xil yoshlar cho'qan ko'tarmoqda. U bayla qo'liga tekkan xatni echib o'qishga boshladi. Xat tojik yigit Karvanshohdan kelgan edi. Shundoq, biz qasamlarimizga amal qilmoqdamiz. 8-oyning 5-ida Qurbonov bir izvot askar bilan G'o'ljidan kelib bizga qo'shildi. Partizanlarimiz 200 dan eshib ketdi. Bizning tog'dan tushib shaharlarga hujum qiladigan vaqtimiz keldi. Gomindangning hamma yerida askar bo'lgani bilan yurak po'k-po'k. To'shqandanmi qo'rqinchoq. G'o'lja 6 oy cho'chaklardagi mag'lubiyati uni texmo yurak oldi qilib qo'yibdi. Bizdan to'limi qo'rqidi. O'g'rining yuragi po'k-po'k bo'ladi emasmi? Haytil desak butun xalq qo'zg'aldigandek qiladi. Shunga biz yurish qilishni boshlavatdik. Sovetdan kelgan maslahatchi G'olamxon To'ra bizning Sherinbek lashkar Zohirzolar 80 nafar partizanni boshlab Toshqurg'onga, men Karvanshoh Inoyatullo G'arbishoh uchimiz 25 nafar partizan bilan Tag'armaga, Muhammad Ayso Abdumaliklar 30 nafar partizan bilan Suvbeshi davanaga, Toshtemir Osmonlarmi 30 nafar partizan bilan Bulunko'lga hujumga o'tgan edi. Ubul Qasim 27 nafar partizan bilan Yakan Yengsar yo'lni to'sishga mingan edi.
Mushu 1945-yili 8-ayning 15-kuni biz umumyuzlik hujumga o'tdik. Toshqo'rg'ondagi Gomindan askarlari ishdan beg'imni chigishkimi ulgurmay hammani tashlab chechaklik davona qochdi. Biz nurg'un qoral o'q-doriga ega bo'ldik. Daftar punktidagi 40 nafari Pokistonga, qolganlari Yakan Qashqar taraflarga qochib ketdi. Subeshi davondan boshqa Zastaplar shu kunlar ishg'ol qilindi. 16-isla Subeshi Zastaptikillarimi Opalning 50 kilometr nerisidagi Boston teraki qochdi. Gomindan degan qechishdan boshqani bilmaydigan aka. Chechaklik davondalar 3 kecha kunduz jang bo'ldi. 4-kuni ularmi qochdi. Nega demamsiz? Shimolda Opalga, sharq shimolda Oqdala qadar chekinib qochdi. Düşmanning 23 nafari o'ldi. 9 nafari yarador qilindi. 227 dona miltiq, 1 dona ig'ir pulemyot, 3 dona qo'l pulemyot, 120 yashik o'q qo'lga tushdi. Yana bulab mangan qo'ydan 300 nacha to'yoq, tugidan 36 ni qaytirib oldik. Bizdan 3 yigit qurbon bo'ldi. 8-ayning 27-kuni biz Toshqo'rg'onda valiy mahkama, hokim idora, saqchi idoralarini qurdik. Partizan qo'mondonlik shtabini mo to'liqlab qaytadan qurdik. G'ulomxon To'ra qo'mondon, Peqiri Karvanshoh o'rinbosari qo'mondon bo'ldim. Madayev siyosiy o'rinbosar, Sovetlik Abaydulla Mahsum maslahatchi bo'ldi. Tojik otliq polki, Qirg'iz otliq polki qurdik. Tojik otliq polkining qo'mondori lashkar o'rinbosari Abdurahmon, komissari Abdurusul. Qirg'iz polkining nomini Ihsoqbek G'olibiyat polki deb qo'ydik. Komandiri hokim, muavini Ubul Qosim, komissari Aysa. Har polikda 2 dan eskadron bor. Bir polikda hozircha 200 dan ko'proq jangchi bor. Toshqo'rg'onda 200 dan ko'p yoshlarga harbiy ta'lim-tarbiya elib beryapmiz. Qashqar, Yingsar, Yakan, Qog'liq bizning amdiki hujum nishonimiz. Lekin dushmanni uxlab yotgani yo'q. Dushman mudofiyada, lekin kuchli. Vazifamiz to'lim ig'ir. Dushman askarlari hamma yerda bizni kutib turmoqda. Qashqar, Yingsharda 12-diviziya qo'mondonlik shtabi bilan 34-polki bor. Otliq 1-diviziyaning 3-otliq polkimi shu yerda. Xotanda 12-diviziyaning 35-polki, Yakanda 12-diviziyaning 36-polki, otliq 1-diviziyaning 2-polki, Charchanda 2-diviziyaning 6-polki bor. Uningda boshqa Qashqar, Yakan, Xotanlarda 360 nafardan ko'p teshliq saqlag'uchi qurolliq askar bor. Aqsudagi partizanlar Baykon shaharlarini egallagandan keyin dushman parakanda bo'lib qechishni qo'yig'i tushibdik. Aka, sizlar qachonmi kelarsizlar? Men sizlar bilan Qashqarda yetgohning oldida quchoqlashib ko'rishni orzu qilaman. Biz hujumga mangdiq. Aman qolsam Peqir Karvanshoh aksi general Ihsoqbek bilan o'z bayrog'imiz lapildab turgan suzuk osmonda qayta quchoqlashdi. Alloh taolo bizni shu kunlarga yetkazgay. Yaraysan Azimat Karvanshoh, dedi general xatni o'qib bo'lib. Biz cho'qim ko'rishimiz, sen orzu qilgandek ko'rishimiz. Daxyanzadagi qo'mondonlik shtab Bilindajga o'rinlashgan. 3 qavat yog'och tosh to'pi bilan yeyilgan yer osti uyiga aeroplan tashlagan bomba, minomyot, zambrak o'qlarimi ziyon zahmat yetkazolmaydi. Shtabga polkovnik Qiyumba xo'jam kirib keldi. Keling yigit, dedi Ihsoqbek to'limi go'zal harbiy kiyimlarimi qaltis yarashgan 20 necha yoshlik polik komandiriga zo'q bilan qarab. Uyg'ur yigitlarining go'zallari jangga to'planga o'xshamamsizlar. Bayqi Nurimo, sizmi bir-biringlardan qilishmaydigan go'zal yigitlardan. Xudoyim go'zalga amroq bo'lsa, sizlarni o'qdan saqlaydi. General, Xudoyim sizni asrasin. Biz Uyg'urlardan go'zallar jiq bo'lg'ini bilan sizdek harbiy bilim bor qo'mondonlar yo'q emasmi? Bizga lozimi Chapayevlardek, Sovrov, Kotuzovlardek, Jukublardek qo'mondonlar, Judi, Pingdixoylardek qo'mondonlar kerak. Hocam, biridan ranjiga o'xshamamsiz? Ba'zilar jang o'qishiga G'ani Botir qo'mondonlik qilish kerak deb cho'qan ko'tarmoqda, general. Tushundim, dedi Ihsoqbek kulib qo'yib. Urush g'alaba qilgandan keyin men hamma huquqni o'tkazib beraman.
Men Mongoliya Xalq Cumhuriyetining marshali bo'lay demayman. Xalq zulm ko'rmasa, hamma millat emgakchilari odamdek yassa, Sovet ittifoqidek turmush paravon, millatlar barobar, ilm-fan taraqqiy qilgan jamiyat bo'lsa deganni orzu qilaman. Bizmi shu? dedi xo'jam ulug' kichiktinib qo'yib. Men bir boy bolasi, sizmi shu? Ammo biz zulmga qarshi komendan bizni odam qatorida ko'rmadi, elvatgan tirnog'iga ilmidi, emgakchilarni bo'lab taladi, zar-zar qaqshatdi. Biz shu izilganlarning manfaatini deb qo'limizni qural oldik. Sizmi, menmi yashashning ma'nosini tushunamiz. Emgakchilarning o'ziga o'zi xo'jayin bo'lish uchun kurash qilgandilar, hayot ma'nilik bo'la oladi. Emgakchi degan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tungan, Qalmoq, Shiba, O'zbek, Tatar, Xitoylarni o'z ichiga oladi. Shundaqmi general? To'g'ri aytdingiz xo'jam. Gomindangdan asir tushgan Xanzu yoshlarmi biz tarafda turib Gomindanga o'q atmoqda. Nurg'unlar qurbon bo'ldi-ku. Inqilob millat ayirmaydi. Germaniya kommunistlari Sovet ittifoqi tarafda turib o'z millati Germaniya fascistlariga o'q atdi-ku. Xitoyiyadimi shundoq bo'ldi. Millatchilik intayin yomon ayib, hatto jinoyat. Shinsay muni Gomindang hammaga o'z millatining foydasini o'lcham qiladi. Shunga xalqning nafratiga yo'liqdi. G'ani Boturmo haqiqiy Botur. Lekin o qo'mondan bo'lishga loyiq emas. Buni o'zim necha qatim aytgan. Ular uzoq munglashdi. İhsaq beygi oxirida Qiyinbay xo'jamni uzitib chiqib, "Zodil uyqum kelmadi. Hujum boshlashga texi yana 6-7 soat bor. Uxlab eling. Sizning birinchi batalyoningizning vazifasi og'ir. Qorpotay elinmasa jingga kirmak qiyin. Qorpotayni portlatish Nurining ustiga tushdi. U hargiz o'z granat bilan portlab qilib olmasin. Uning ustiga o qo'mondonlik mahoratini o'stirish kerak," deb alohida topshirdi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi